Assalamu alaykum qadrdan qarindoshlarım, yaxshimisizlar? Men vatandishinglar, sabdishinglar, fikirdishinglar, taqdirdishinglar. Shundaqla vatanimiz va xalqimizning mustaqilligi, ozodligi va erkinligi yo'lidagi bir jangchilar bo'lish sifatim bilan sizlarning oranglarga kirganligimdan intayin so'yinganligimni anglatmoqchiman. Afsus, bu qitim men xizmat munosabati bilan sirtqa chiqib ketib qolganligim uchun sizlar bilan bu qitimqi sharaflik bir yig'ilishda qo'l tutishib, quchoqlashib birga bo'lolmaganligimdan har qaysingizlardan tovanchilik bilan kechirim so'rayman. Lekin qalbimning, yuragimning davomli sizlar bilan birga ekanligini anglatmoqchiman. Dunyoda insonlarga beriladigan eng cho'ng qimmatli sovg'a ishonch bo'lishi kerak deb qarayman. Bir odamga berildigan eng cho'ng sovg'a ishonchdanmi yuqori bo'lmaydi. Men mushu Sharqiy Turkiston, Uyg'uriston mustaqillik harakati tashkiloti ichidagi barliq qarindoshlarimizning menga mushundaq bir dunyodagi eng go'zal, eng esil bir sovg'a, ya'ni ishonchni berganliginglarga rahmat etmoqchiman. Shundaqla yana menga intayin chiroyli iboralar bilan meni qarshi olgan va elayotgan barliq qarindoshlarga cheksiz minnatdorligimni bildirish bilan birga sizlarga men shundoq bir va'da bermoqchimanki, biz yillardan beri da'vogar bo'lib da'vo qilib keldik. Endi men sizlar bilan birlikda da'vo emas, biz harakat, kurash qildiganligimizni anglatmoqchiman. Da'vo degan so'z javobkori bo'lgan da'vogar o'zining guvohchilarini va materiallarini turg'izib qozoxonimga yoki sudga yo'llab, shu orqali hal bo'ladigan narsa qonunda da'vo deb ataladi. Biz da'vogar bo'lib da'vo qilib keldik. Yo'q. Bizning da'vo qiladigan vaqtimiz tugadi. Biz endi harakat qilamiz, inqilob qilamiz. Xalqimiz uchun eng cho'ng bir umid, düşman uchun eng cho'ng bir zarba bo'lib to'plashimiz bu yerga. Men shunchalik hayajonlandimki bugun rahmat ko'pchilik sizlarga. Chet elga chiqqan mushu 20 yildan ortiq hayotimda men hech qachon bugunkidek hayajonlanib boqmagan. Bu hayajonni sizlar berdinglar menga. Sizlar meni bugunkidek hayajonlantirdinglar. Cenab-ı Allah hammanglardan razı olsun. Men qolgan gaplarni vazifa topshirib olish jarayonida tafsili so'zlashim mumkin, ammo bugun men qisqagina qilib har qaysinglarga yana bir qitim meni to'van ko'may, o'zinglarning qo'yninglarga ilib bu sapga qatqanligingizlardan qanchalik so'yinganligimni anglatish uchun mushunchalik so'zlab turmoqchi bo'ldim. Men bugun bek hayajonlanib qoldim qarindoshlarim. Men hayotimda bir so'z qilib, so'z topolmay qiynalgan odam emas edim, ammo bugun men qiynaldim. İntayin hayacan içinden nimi deyişini bilmey kaldım köpçülük. Yeni bir qitim sizlarga 100 ming qatır rahmet ve bana işengenliginler üçün men sizlarning işençinglarni Allah buyursa, Xudoyim buyursa herkes yerde koymayman. Sizlar bilan qo'lni qo'l tutishib, mürini müriga tidab, eng oxirida vatanimiz mustaqil bo'lib, xalqimiz rasmiy erkinligini qo'lga olmoqcha bu kurashda hech kaynimga yanmayman, bir minutni to'xtamayman va sizlarning maslahatinglar va sizlarning yordaminglar bilan ve sizlerinin qo'llashinglar ve sizlerinin hamkorlashinglar bilan xalqimizga chuqur bu umidni berib, dushmanga intayin cho'ng zarba berganligimizdan iborat bundaq bir qasamni sizlarga bermoqchiman. Rahmat ko'pchilik vaqtinglarni ep qo'ydim. Meni ayibga buyurmanglar. Yamanjiq gaplarim bordi, ammo hayajonlanib qilolmay qoldim. Yana bir qitim meni qarshi olgan va qarshi elayotgan va qo'yninglarga olgan barliq qarindoshlar sizlarga yana bir qitim mendan salom. Xudoyimga omonat. Hammanglarni Allohga topshirdim. Ko'rishguncha aman bo'linglar. Xo'sh.